Akalar, Sabuga fast food va KFC yo'nalishiga yaxshigina joy topib qo'yganmiz. Eng zo'r joyi bu joy lokatsiyasi. Bu tarafimiz Malika va bu taraf Med kollejiga chiqib ketish ko'chada chap qo'lda joylashgan. Hozir ichkarilarini ko'ramiz. Narxi lekin super narxlarda. Akalar, bu joy o'zi asli KFC ga moslashgan, lekin sizlar fast food texnikalarini qo'shib savdoni yana ham ko'tarsanglar bo'ladi. Va agar sizlar bu yo'nalishda bo'lmasdan, lekin pulinglar bo'ladigan bo'lsa, olib qo'yib, ishlab qo'yib, kameradan tekshirib, soqqani sanab o'tirsanglar bo'ladi. Joy kvadratiga keladigan bo'lsak, 12 kvadratdan iborat, remontlari ideal holatda. Bu joy ochilganiga 4 oy bo'lishiga qaramasdan o'zini klientskiy bazasi bor. Sizlar bu joyni olib, sразу yurgizsanglar bo'ladi. Xo'p, texnikalarga keladigan bo'lsak, friturniца, nержавейка stol, nержавейkadan stol xolodilniklar qilib qo'yilgan vidishnoy sistemalar bor va eng asosiysi bu joyda issiq suv, sovuq suv va kanalizatsiyalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Joy arendasiga keladigan bo'lsak, $300, biznes narxi OLXga $6000 qo'yilgan ekan va sizlar uchun 5,5 mingga tushirdik. Qancha ketadi nomidan chiqsanglar, yana ham skidka qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olib, kelishib olsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Bu videoni kam pul bilan qanaqa biznes qilsam bo'ladi degan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.